Assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlar bilan Trenbalon haqida gaplashamiz. Trenbalon bu 1963-yilda Fransiya kompaniyasi tomonidan o'ylab topilgan bo'lib, u asosan bemorlarga, odamlar uchun o'ylab topilmagan, qishloq xo'jaligida, ya'ni mol va cho'chqalarning massasini tez oshirtirish, ishtahasini ochish, yog'ini kamaytirish va ovqatni yaxshi hazm qildirish uchun o'ylab topilgan. Endi sizlar bilan Trenbalonni efirlari haqida gaplashamiz. Trenbalonni 4 ta efir bor, lekin eng mashhurlari 3 ta. Trenbalon asetat, ya'ni bu qisqa efiri yarim chiqish vaqti 2-3 kun, ukol har 2 kunda yoki 3 kunda qilinadi yoki cherezdin qilsa ham bo'ladi. Trenbalon enantat bu uzunroq efir, yarim chiqish vaqti 7-10 kun, ukol haftasiga 1 marta yoki 2 marta qilinadi. Trenbalonning 3-efiri bu Trenbalon geksagidrobenzel karbonat yoki parabolon ham deb ataladi. Yarim chiqarish vaqti 10-14 kun, ukol haftasiga 1 marta qilinadi. 4-efiri bu Trenbalon siklogeksil metil karbonat. Yarim chiqarish vaqti 12-14 kun, ukol haftasiga 1 marta qilinadi. Endi Trenbalonning effektlari, plyuslari haqida gaplashamiz. Trenbalon oqsil sintezni oshirgani uchun mushak massasi tez va sifatli oshiradi. Ayniqsa Trenbalon bilan kursda sportchilar 6 haftalik kursda 5 kilodan 10 kilogramgacha quruq, toza muskul olishgan. Trenbalon kuchni va chidamlikni oshiradi. Trenbalon bilan kurs qilgan paytingizda tomirlar venozligi ko'rinadi, ishtahani oshiradi, yog'ni kamaytiradi, eritrositlar sonini oshiradi, kortizolni pasaytiradi, o'sish gormonini oshiradi, estrogenga aromatizatsiya bo'lmaydi, bu esa tanada suv ishlamaydi, ginekamastiya bo'lish xavfi pastroq. Endi Trenbalonni yon ta'sirlari, pobochkalar haqida gaplashamiz. Trenbalon arterial qon bosimini oshiradi, qonni juda ham quyuqlashtiradi, xolesterin darajasini oshiradi, yaxshi xolesterin darajasi pasayadi, yomon xolesterin darajasi oshadi. Bu esa aterosklerozga olib kelishi mumkin. Jigar va buyraklarga bosim beradi. Akna, toshmalar, teri yog'lanishi mumkin, yuzda va tanada tuklar o'sishi mumkin, lipida pasayishi mumkin. Agar siz Trenbalon soloni o'zini qilsangiz, testosteron qo'shmasangiz, o'zingizni testosteroningizni bosib qo'yadi. Ginekamastiya xavfi bo'lishi mumkin, chunki Trenbalon prolaktin bilan ta'sir qiladi, progesteron gormonlarga, retseptorlarga ta'sir qiladi. Bu esa ginekamastiyani olib kelishi mumkin. Uyqusizlik, ko'p terlash va tajovuzkorlik holatlari paydo bo'lishi mumkin. Endi Trenbalonni dozalar haqida gaplashamiz. Trenbalonni havaskorlar uchun, yangi boshlovchilar uchun bir haftalik dozasi 100 yoki 150 mg bo'ladi. Professional, tajribasi bor odamlar uchun esa dozasi 300-500 mg dan bo'ladi. Xo'p, bugungi mavzumiz Trenbalon bo'ldi. Agar sizga video yoqqan bo'lsa, videoga bir dona like bosib, Telegram, YouTube kanallarimizga obuna bo'lib qo'ying. Hammaga rahmat.